Qur'oni Karimda bu kitobi uchun bo'lgan nasihat deganda Qur'oni Karimni ulug'lash, Qur'oni Karimdagi Allohning kalomiga birorta kalomni teng kelmasligini e'tiqodda bilish va uni amalda bajarish, Qur'oni Karimni ko'p tilovat qilish, Qur'oni Karimni muhabbat bilan eshitish, Qur'oni Karimni yodlaganlarning hurmatini joyiga qo'yish va yodlashga intilish va o'sha yodlaganiga amal qilish. Buni Qur'oni Karim uchun bo'lgan nasihat deyiladi. Qur'oni Karimni yaxshi ko'rganda Alloh yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimni yodlagan odamda agar Qur'oniga amal qiladigan qori bo'lsa, Payg'ambarimiz alayhisalom bularni ahlulloh deganlar. Ahlulloh degani Allohning ahli degan, Allohning eng yaqin bandasi degan. Qachon Qur'oniga amal qiladigan qori bo'lsa, bu degani Qur'oniga amal qiladigan qori bo'lsa, uni yaxshi ko'rishlik, uni kamsitmaslik vojib bo'ladi. Chunki u tirik Qur'on, chunki u ahlulloh, chunki u hafizul Qur'on. Ya'ni Qur'onning hofizi, Qur'onni saqlaguvchi u. Nima bilan saqlayapti? Qalbida yodlab saqlayapti. Bitta xato o'qib qo'ysangiz to'xta deydi. Nimaga sen bitta yumsha h o'rniga qattiq x deyapsan deydi. Yo'q, qattiq x o'rniga nimaga sen yumsha h deyapsan deydi. Hofizul Qur'on degani Qur'onni saqlaguvchi shular bo'ladi. Va eng asosiysi val amalu bima fihi, undagi hamma narsalarga amal qilishlik. Eng asosiy narsa shu o'z aslida. Eng asosiy narsa amal. Amal qilishlik bu Allohning kalomiga bo'lgan e'tibor, Allohning kalomiga bo'lgan iymon, Allohning kalomiga bo'lgan hurmat shu amal bilan bo'ladi. Siz menga yozgan SMS-ingizni umuman o'qimasam yo quloq solmasam, u sizga bo'lgan hurmatsizlik bo'ladi. Bu degani Allohning kalomiga amal qilmaslik, eshitishni yomon ko'rishlik, o'qishni yomon ko'rishlik, Xudo saqlasin, bu Allohga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi. Keyingisi vali rasulihi, payg'ambar uchun bo'lgan nasihat degandan murod bitasdiqi risalatihi, payg'ambarimiz alayhissalomni elchi ekanliklarini tasdiqlash, unga iymon keltirishlik. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgandek, va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu, sizlarga payg'ambar nimaniki olib kelib buyurgan bo'lsa uni olinglar, amal qilinglar, nimadanki qaytargan bo'lsa bundan qaytinglar degan. Alloh taolo boshqa bir oyai karimada aytadiki, astaizu billah, in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalomga Alloh aytadiki, ey Muhammad, bandalarimga ayting, agar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsalaring, sizlar menga ergashinglar deb ayting deydi. Bu Allohning buyrug'i bu. Allohni yaxshi ko'raman degan mo'min banda fattabi'uni, payg'ambarimizga aytadi. Payg'ambarimiz aytadilarki, menga ergashinglar deb ayting, yuhibbukumulloh. Shunda sizlarni Alloh yaxshi ko'radi. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalomga iymon keltirib, u kishimga ergashmagunimizgacha Alloh bizni yaxshi ko'rmaydi. Va davomida aytadiki, Alloh taolo shunda sizlarni Alloh hidoyatga boshlaydi, shunda sizlarni Alloh gunohlaringizni kechiradi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ya'ni bu joydagi vali rasulihi, ya'ni payg'ambar uchun bo'lgan nasihatda payg'ambarga itoat, payg'ambarimiz alayhissalom qilgan ishlarni qilish, odoblari bilan odoblanish, xulqlari bilan xulqlanish, nimaniki yomon ko'rgan bo'lsalar, nimaniki qilma degan bo'lsalar va qilmagan bo'lsalar bundan qaytishlik, bu payg'ambar uchun bo'lgan nasihat. Ya'ni bu degani payg'ambarimiz alayhissalomni hayotlari bilan biz shakllanishimiz kerak va bolalarimizga, bizga tegishli bo'lgan shaxslarga buni o'rgatishimiz kerak. Rasulullohga ergashishimiz kerak. Gapimizda ham, fe'limizda ham, hamma ishimizda Rasululloh alayhisalomga biz ergashishimiz kerak va taqlid qilishimiz kerak. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, sizlar uchun payg'ambarlaringda chiroyli o'rnak va namuna bor deydi. Ya'ni Alloh va qiyomat kunidan umid qilguvchilarga deydi. Ya'ni Allohdan va qiyomat kunidan yaxshilikni umid qilganlar nima qilsin? Payg'ambaridan o'rnak olsin. Payg'ambaridan o'rnak olsa, keyin inshaalloh
Alloh va qiyomat kunidagi yaxshiliklardan nasibador bo'ladi deb Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi. Ya'ni shuning uchun hamma ishimizda Rasululloh alayhisolamga o'xshashimiz kerak. Rasululloh qandoq gapirganlar, qandoq yurganlar, qandoq turganlar, shuna bo'lishimiz kerak. Keyingisi musulmonlarning boshliqlari. Vali aimmatil muslimin deganda o'sha bugungi vallotlar va o'sha xo'jayinlar degan ma'nodagi gap. Alhamdulillah, Xudoga shukr, hamd va sanolar bo'lsin. Podshoyimizdan tortib mahalla rahbarimizgacha musulmon. Alhamdulillah, bu biz uchun katta baxt. Bu payg'ambarimiz gaplari bu. Ya'ni musulmonlarning rahbarlari uchun degan nasihatdan murod nima degani desa, ularni ishlarida itoat qilish va ularning ishlarida madadkor bo'lish, yordam berish. Men bu hadisni sharhini aytib beryapman. Ya'ni gunoh bo'lmagan, yomon bo'lmagan ishlarda yordam berish, ularni qilayotgan xalq uchun foydali ishlarida qarshi chiqmaslik, ularning ishlarida birgalikda hamjihat bo'lish, yordam berish. Hatto aytdilarki, va tarkul xuruji alayhim bis-sayfi. Hatto san sayf bu qilichda aytadi. Ya'ni bir davrlarda qurol qilich bo'lganki, to'g'rimi? Bu degani mabodo birorta xato bo'lib qolsa, ichingdan kimdir borib uni xatosini tushuntirsin, lekin unga jamoat bo'lib qarshi chiqmagin hech qachon. Faqatgina har bir qavmda o'zini kattasi bo'ladi-yu. Kirib assalomu alaykum deb chiroyli holatda va duau lahum bis-salah, ularni doim Xudodan yaxshi inson bo'lishi haqida duo qilishligimiz va ichimizdan kimdir kirib bu insonga manu temada mahallamiz, xalqimiz qiynalyapti deb yetkazishlik. Bu hozirgi mahallalarimizda shakllangan ular kimlar desa, hammalarini hammamizni mahallamizdagi MFY deyapti, to'g'rimi? Mahalla fuqarolar yig'inining raisi palonchixonga siz kirib aytasiz, o'sha palonchixon vijdonan kirib shu xabarni yetkazish kerak. Mana bizni tumanda tuman hokimiga kiriladi. Tuman hokimi viloyat hokimiga aytadi. Viloyat hokimi prezidentimizga aytadi. Odob shu bo'ladi. Odob shu bo'ladi. Talab shu bo'ladi. Bu dinimizning ham talabi shu. Hozir o'ylab qarasak, ular haqlariga duo qilyapmizmi? Ularni qilayotgan, xalqimiz manfaatida qilayotgan ishlarida ham fikr bo'lyapmizmi? Atta turvoli oqida ko'kida deyotgan odam, bugun suvni ustini ko'rayotgan odam suvni tagini ko'rmasdan turib gapirmang. O Farg'ona kanalga boringda, tepasidan oqmayotganga o'xshab ko'rinadi. Tagiga kalla tashab turingda, oyog'ingiz osmondan qo'radi. Bugun gazeta o'qimasak, televizorda yangilik ko'rmasak, dunyo siyosatini bilmasak, u bizning muammoyimiz. Bugun yana qayta aytaman, dunyoda qayta aytaman degani u kuni ham aytdim. Dunyoda bitta O'zbekiston emas, unutmanglar shu narsani. Dunyoda bitta O'zbekiston davlati emas, 200 dan oshiq davlat bor. Dunyoda bitta o'zbek emas, dunyoda bitta musulmon emas. Dunyoda 200 dan oshiq millat bor, adashmasam 50 dan oshiq din bor. Unutmanglar shu narsani. Dunyo siyosati degan narsa bor. Dunyodagi davlatlar bilan murosa degan narsalar bor. Siz bugun shu Zarkendi, Saddadagi, Anjonda o'zdek holatdan kelib chiqib, oqida ko'kida degan gapni yig'ishtiring. Unutmang, qatta masalan sizni mahallangizdagi sizga mahallaga boshliq odam o'sha mahallani maranni ezib, suvni ichib, shularga zulm qilaman demaydi-yu. Hamma kuch ko'targan toshni ko'taradi. Hamma bilimiga yarasha sharoitdan kelib chiqib qiladi. 20 yil oldin qanaqa edi? Sharoit shunaqa edi. Hozir mana alhamdulillah sharoit ko'taryapti. Hamma zo'r, go'zal. Sir emas, yaqindagina kalonkalarda azon aytilinmayapti, endi aytilinyaptimi? Xudoga shukr. Shukr qilaylik. Azon aytilgan joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Qaykkacha ovozi borsa shayton qochadi deganlar. Bu bizning baxtimiz bu. Xudoga shukr. Alhamdulillah.
Keyingisi va ammatihim, ya'ni hamma musulmonlarga bo'lgan nasihat nima degani desa, musulmon inson bu degani siz bittasi, man bittasi. Ya'ni sizga va menga har bitta shaxsga aytilyaptiki, u nima degani desa, bishafqati alayhim, boshqa insonlarga nisbatan hammamiz mehr shafqatli bo'lishimiz kerak. Tasavvur qiling, hammamiz bir-birimizga mehr shafqatli bo'lsak. Hayotda bunday hayolarni shuni ko'zlaring oldiga keltirib ko'ringlar-da. Mashinasi o'chib qolganga 20 ta mashina to'xtasa-ya, aka nima xizmat, nima xizmat? Bizimmi, nimami, tortib ketish kerakmi? Kechasida bo'lsa svetni yoqib turaveraman 10 minut, alishtirib oling shinazni. Yo va hokazo yo. Bu mashina shafqat deydi. Tasavvur qiling, qiynalgan odam yo uyi yonib ketdi, yo nimadir bo'ldi. Mahallada 50 ta erkak, uning ichida savdogari bor, boyi bor, o'rta me'yori bor, hammasi nima xizmat? Tasavvur qiling. Bitta oqsoqol kelib ber hammang. Mana üst qopdi, "Key, meni sen nima qilaman? Men üst soti yer olib beraman. Ber 6000, 2000 dollardan." Bizda shunaqa endi 2000 dollar shu atroflarda. Nara shaharlarda 5000, naralarda 10.000 dollar bir sotiga. Xo'p, sen yer olib bersan, nima olib berasan? G'isht, sanchi sement, sanchi shifr, sanchi suv otib beraman. Sanchi men eshikron. 20 ta odam bilan masala hal. Ochig'ini aytganda hozir o'rta biznes qilayotgan odam 1000-2000 dollar topyaptimi? Topyapti. Bir yilda 20.000 dollar topib qo'yapti. O'rtacha biznesmen. 6 yil, 7 yilda bir 2000 dollar berarmaydimi shu vijdonsiz? Ber shuni, ber, Xudo xayr bergur. Qil qilib qol. Ertaga o'lasan, qolib ketadi mana shu narsa. Ko'pchilikka hech nima emas akalar, ko'pchilikka. Hozirda misol, hozirgi masjidimiz zo'r, alhamdulillah. Agar boshqatdan qurish kerak bo'lsa deylik, noldan tekislab, tekis qilib 24 sotik bo'lsa, 24 sotikni tekis qilib turib noldan qursak, bor yana 700 ming dollar ketsa, shu yerda 700 ta ming dollardan beriladigan odam yo'qmi? Bor, mingta bor. Chunki u 4000 dan oshiq odam o'tiribdi shu yerda hozir. Mingta odam chiqmaydimi? 1000 dollar beriladi. Men masalan bittasiga men sherik bo'laman. Bu nima degani? Bitta joyda 3 oy, 4 oyda inshoot qilib bitirib qo'yish hech nima emas. Lekin faqat bizning himmatimiz yo'q. Nol biz. Reaksiya yo'q bizda. Nol biz. Reaksiyada nol biz. Turaveramiz, desa 7 oydan beri bitmayapti. Bitqiz 700 dan ber 1000 dollardan. Shuni ko'tarib bitkizib qo'yaylik shu narsani. Hozir esimga tushdi, Xudo rozi bo'lsin. Maytani aytdik, ko'chaning ichiga kirganda bir mahalla bor. Nimadirda? Balad nima? U Kurgdan kiradi-yu. Turbat tomon. Yuqori qishloq. Hozir bir akamiz kirdilar, men xursand bo'ldim. O bir kungi mav'izingizni eshitib, shunaqangi motivatsiya oldim. Hech ham shu gapni eshitmagan edim. "Ey, bog'cha qur, bu ham ibodat" degan joyini. Bog'cha qurishib, hozir ingliz tili, rus tili, arab tili va yana bitta fizkulturadan nimadir. Xullas, va shu zamon talabiga javob beradigan maktabgacha ta'lim bo'lgan zo'r bog'cha ochishibdi-da shu joyda. Men bu yerda nimasini aytmoqchiman, bu yerda reklama qilmoqchi emasman. Shu atrofdagilar bo'lsa bering bolangizni, nech pulligini so'rayapman oyiga. Mana biz bog'chaga berganmiz, masalan, bog'chalarda yaxshilari 2 milliongacha bog'chalar bor. Mayli, agar pul bo'lsa bering. O'sha bolamizga pul tiqing, eng katta innovatsiya mashi bo'ladi. Turkiyadan, Xitoydan olib keladigan stanogizdan kuchli biznes bolani o'qitish. Ayaming nimaga? Sarfga. Deganim, Xudo rozi bo'lsin, men xursand bo'ldim. Do'llar, men aytdim, Alloh yana sizga bog'cha emas, ilohim katta zo'r maktablar qurish nasib qilsin. Akalar, ta'lim. Ta'limga e'tibor beraylik-da. Hozirgi pokoleniya ishlayapti-yu, chetga chiqib ketib. Keyingi pokoleniya borki, hozirgi pokoleniya deganda boring ana bog'cha bolalaridan tortib maktab yoshigacha bo'lgan. Bu degani inshaalloh tezroq shunga e'tibor berib olsak, keyingi pokoleniya ishonavering ishchi bo'lib bormaydi hech qayoqqa. Bormaydi hech qayoqqa. Navaro K deydi. K internetga qo'yadi. 1000 dollar, 1.5 dollar, 2000 dollar, 3000 dollar ishim bor. K, hammang K deydi, men ishlataman deydi. Biz ezilib ishladikmi? Mayli, halol mehnat, ilohim Alloh barakot bersin. Keling, bizdan keyingi bolalar shunaqangi chetga chiqavermasin hammasi. Uning uchun bog'chada, maktabda, oliygohda bolalarni
ilm o'qishligini qatirib tashlaylar, akalar, qadrdonlar, nazorat qiling, kundaligini tekshiring, bahosini ko'ring. Nimaga 3, nimaga 4? 4 bahoga qovog'i soling, 3 bahoga so'king, 2 ga cho'pda yaxshilab tushsin bolamizga. Sakrab yorsin. 2 ga yesin kaltagin. 3 ga so'kish etsin, 4 ga qovog'i soling, xafa bo'ling. Menga baho kerak emas, 4 3 2, to'lka 5. Tushundingmi deyish kerak. Ishlar 5 deymizmi, baho ham 5 bo'lsin. O'sha bolaning inshaalloh kelajagi 5 bo'ladi, zo'r bo'ladi. Chunki men hozir shetda turib, bori yana 2 millionta odamga foydam tegayotgandim. Hozir O'zbekistonda 35 million aholiga foydasi tegayotganlar bor. Shulardan bittasi Alloh ota-onalardan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin, yurtboshimiz bittasi. Ikkinchilar qolgan qaysidir rahbarlar 35 million aholiga foydasi tegyapti bular. Manachi mana hozir shetda 4 mingta, internet orqali 5 millionta, 2 millionta odamga foydam tegyapti. Rasululloh alayhisalom kimi foydasi ko'proq tegsa o'sha ummatni yaxshisidilarmi? Boshqa ma'noda foydasi tegaversin, inshaalloh yaxshi odam bo'lasiz, Xudo xolasa.